Butun O'zbekistondagi ustalarga vizit bilan chiqyapmiz do'stlar. Marg'ilon Vatsroy mostini ko'rib turibsizlar. 911 yo'li. Mana Marg'ilonliklar juda ko'pchilik biladi. Ikkinchi zdaniya mana. Ikkinchi zdaniya. Do'stlar, bu videoni chiqarishdan maqsad sizlarga xalqqa manfaatli ishlar bo'lsin deb chiqaryapmiz. Sababi bu joyda poyezdni ham toping, Ibrohimjon. Mana poyezd yo'lda. Joyni ko'rib turibsizlar. Narxlari 15% chegirmaga tushyapti 5-avgustdan 15-avgustgacha. Mana kirib keldik, akam o'zlari ochdilar joyni. Tepada ko'rib turgan mahsulotlarini ham polni tepadan oling Ibrohimjon. O'zlarining shogirdlari qilishadi, qoraga. O'zlarining shogirdlari qilishadi. Nimani ko'rsating, asosiy yangilik yog'och nimalarni? Ko'pchilik ko'rib yog'och deb o'yladi, lekin tunuka. Eshik olib ko'rasiz Ibrohimjon. Qoraga bu tepada tunuka fonlar narxi kvadratlari qanaqa bo'lyapti endi? Kvadratlari hamma narsasi ichida 120 mingdan boshlang'ich narxi. Ag'i respublika bo'ylab masofasi, oz ko'pligi, fasoni o'lchab turib, endi ag'i narxi ko'tarilib boraveradi. Ketaveradi. Ko'rib turibsizlar, narxlari bilan tanishib chiqalang do'stlar. Kelgan vaqtlaring bemalol qaysi mana zavodda ishlab chiqarilgan. Misol uchun mana Turkiya tunukamiz Toshkent metallurgiya zavodida ishlab chiqarilgan ekan do'stlar. Bemalol nech qalinlikda, nimaligini ham ko'rib, qo'llaringiz ushlab ko'rish imkoniyati bor. Bu narsa ham ko'p joyda yo'q bilasizlar do'stlar. Bunisi mana Rossiya davlatida ishlab chiqarilayotgan jarayonlari mana videoda ko'rib turibsizlar. Zavodni pryamoy o'zini chiroyli qilib videolarigacha ateliyadan oldirib, chiroyli mashinalar ish boshlaganlar ko'p joyda yo'q bu narsa. Kelib mana qo'llaringa ushlab Rossiyaning tunukasi mashi bo'lar ekan, O'zbekistonniki mashi bo'lar ekan degan tushuncha ham o'zlaringda bo'lishi bu juda hamma joyda ham bu yashirib o'tiladigan narsa. Bu ochiqchasiga mana qo'yib qo'yilgan. Ma'lumotlari ketyapti mana o'zbek tilida ketyapti pastda mana. Ishonchli ta'minot shunaqa yozuvlar mana o'zbek tilida, lotin tilida yozilgan. Bezuk qilib qo'yilgan, u ochsangiz ovozli tartibda ham ketyapti. U og'zaki ham so'rab olsalar ham bo'ladi bemalol. Undan tashqari kelganda kutib oladiganlar uchun bu yerda o'tirib bemalol shirinliklardan yeb, suvlardan bemalol ichib o'tirsa bo'ladigan sharoitlari bor do'stlar. Bu joyda zakazlaringni berib, anaqa ham bo'ladi. O'zlarida ustalar ham bor. Bemalol zakaz bersalaring borib o'rnatib ham beradi. Ustam yo'q edi. Qanaqa narsa tanlamoqchi edim, uyimga dizayn qanaqa qilsam bo'lar ekan degan narsalarni kelib turib, mana tepalarga ko'rsatinglar Ibrohimjon. Ko'rib, o'zlaringga yoqqan narsani tanlaysizlar, uylaringning kvadratini aytasizlar, shu kvadrat bo'yicha chiqarib berishadi. Nech pul bo'ladi, qanaqa bo'ladi, shuni o'zlari chiqarib berishadi narxlari bilan. Bemalol Gosmetalga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamingizni aytib o'tgansiz, ofisnikini emas, o'zingiznikini aytib o'tketing. 90 560 2111. 2111. O'zlarinikini mana sizlarga olib beryapman. Mana imkoniyat ham bo'lavermaydi. Ofis nomeri boshqa 3030. Xo'p, o'zlariga chiqib bemalol qo'shimcha savollaring bo'lsa, bersalar ham bo'ladi. Bitta like bosib, podeshya qilib qo'yasizlar. Yaqin ustalarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Yaqin joyda bo'lyapti lokatsiyasini ham bitta tushuntirib o'tib ketaman do'stlar. Ko'rib olinglar. Yana bir qator tushuntirib o'tib ketyapman. Marg'ilon shahar most mana. Vatsroy mosti 911 yo'li. Bu tarafimiz mana Vatsroy mostiga chiqib ketish, bu tarafimiz mana Qumtepa tomonga chiqib ketsangiz bo'ladi. Sarmozorga kirib ketsangiz bo'ladi. O'rtada. Bu degani Farg'onaga ham yaqin yo'nalishimiz. Marg'ilonga ham yaqin. Qumtepa, Sarmozorga ham yaqin joyda bo'lyapti. Ustalarga ham juda qulay lokatsiyada aytgan razmerlaringda juda chiroyli qilib chiqarib berishadi.